Bugun sizlar bilan opa-singillarim ko'rinishi ishtahani ochadigan baqlajonli salat tayyorlaymiz. Salatimiz uchun tovuq go'shti, baqlajon, bodring, pomidor, qizil bolgar, chesnok va kashnuch kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib baqlajonni katta somoncha ko'rinishda qilib to'g'rab olamiz. Alohida idishga to'g'ralgan baqlajonlarni solib, ustidan tuzni solib, keyin suvni quyib baqlajonlarni bostirib qo'yamiz. Keyin bodringlarni ham katta somoncha qilib to'g'raymiz. Ketidan pomidorlarni, qizil bolgarni ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Tovuq go'shtini ham uzun, kattaroq shaklda to'g'rab olamiz. Ketidan kashnuch va chesnoklarimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Keyin esa qizib turgan yog'ga tuzli suvda bo'ktirilgan baqlajonlarimizni qizarib olguncha qovurib olamiz. Ketidan bolgarlarni solib, 1-2 aylantirib qovurib olamiz. Oxirida esa go'shtni solib, ichiga soya yog'i quyib, pishirib olib, barcha masalliq ustidan yog'i bilan birga quyib olamiz. Ta'bga ko'ra Xitoy va osh tuzidan solib aralashtiramiz. Ko'rib turganingizdek salatimiz ham tayyor. Tez ko'rishib turishligimiz uchun like bosib obuna bo'lishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga 10, yoqmasa 5 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q.